Xudamiz onasini olib kelgan ekan shu yerga. Elbekdagi telefonga olgan ekan, o'zingizni ham ko'rdim. Qo'lda qo'yib yasatganingizni ham ko'rdim. Yaxshi deydi, yaxshi o'qiydi. Qayerdan? Qarshidanmi? Qarshi Qamashidan. Qamashidan. Mana burada emirten şu gün düşürdüm. 4 santimetre dedi 6 milimetre. 4 milimetre 6 milimetre diyor. Arkadaşlar. 25 bilan eksildi. Yo'q, shart emas. 4 milimetre dedi. Mana shu sizda ko'proq qilyapsiz. Mana 25 bilan ekspert ko'proq qilyapsiz. 4 milimetre dedi 6 milimetre qayerda ekan. Mana tomonni ko'rsatdi. Mana bu ham bor. Bu ham bor. Keyin asqandroz ham qisilgan ekan, qolisi ham qarang. Strasli emas. Hammada bor narsa sizga ham bor ekan. Endi holatni o'zingiz ayting. Holatni senden namoz o'qiyolmayapman. 5-6 kun shu kuchlayveradi. Hozir chim olib turadi hozir ham kechasi ham shu bo'laydi. Ana shu yerga bilyapti, to'g'ri. Pishinda, xuftonlarda qiynalyapman. Qadalib o'tirolmayapman. Işte hozir umuman bunday o'rinda namozimni mana shu o'qib turibman hozir. Bunda bitta mana bir tizimni ko'rdim. 2 suragini o'qib, keyin yana devon o'tirdim, lozim bo'lmadi. Qo'shningiz kelib ketganmi bo'lmasa? Shu ag'aynimiz, qishloq qudamiz. Aha. Bo'sh qo'ying faqat. Bo'sh qo'ying. Aha. To'xtading, to'xtayman. Bo'sh qo'ying. Buraya bak. Korkma ki. Allah akbar. Bunday qilaman endi. Mana bu yo'lda. Qani tushunchi, qani qiling. Shunday qilaman. Bunday hozir. Mana shunday qilaversam bo'ladimi? Ha, mana shunaqa harakatlarni qilish kerak. Mana shunday ko'p o'tirib turaymi hozir? Ko'pini uxlamayapman hozir. Oyoq qilsam. Oqsashimiz nima? Mana o'qiyman shu yerga hozir beryapti. Ha, o'xshab yurgandasiz oldin. Ha, oqsab beradi. Ha, bilmayapti o'zingizga. Bunda ham bu oyog'im deyapti. Ya, og'riq bor-da, baribir. Oqsaganingiz aylaveramiz, o'yapti. Endi bu qo'rqinchli og'riq yo'qda, chidamli og'riq bo'lib turibdi hozir. Birinchidan hozir bemalol 100% to'liq bo'lish uchun vaqt kerak. Yetganimiz ham. Akam bor-da, dadam ukasi, amakimiz. Toza oqsab qolgan. Oyoqni ostirganligidan. Boshimda bor-ku. Shundan Samarqand qayerda ostirganda. Ushlab o'tgan bu shaharga zalinida bor. Shu ostiruvda bir yaxshi bo'ldi. Keyin yana og'ir narsa ko'tarib yana shunday qoldi. Dadamdan ham kuchli oqsab qolganda. O'shanaqa holatlarda manga kelmasa ham qayergadir murojaat qilish kerak, vaqtliroq. Chunki oqsab yuraveradi-ku. Qiyshiqib qoladi pazomoshning. O'zini holiga shunaqa o'ziga udobni qilib yuradi-da. Sal bunday qilsa og'riydi. Bundayroq qilib o'ziga udobni hozir u sezmayapti lekin bu yerda. Yo'lni ko'rib oldim. Yo'lni ko'rib oldim. Masalan, o'qlatamiz, agar ukam kelamiz, deymi? Ham yana bir ikki dusab qo'yasmiz deya kelaman. Ko'raman. Qarang, meni o'zi o'tirib turishdan juda qiynalib qoldi. Ham oyog'im og'riydi. Uni nima qilib